Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum azizlar. Maşallah Robbil alamin. Bizlarni safarimiz muborak Badr shahrida mana shu makonlarni ziyoratiga keldik. Bu qanday makon? Badrni jangi bo'lgan joylar asli qanday holatda bo'lgan bo'lsa, jangdan so'ng mana shunday holatda saqlangan. Allohning qudrati bilan, izni bilan islomda ilk jang bo'lgan joy Badr jangi mana shu joylarda bo'lgan. Alloh muborak zot bu joylarda o'tgan shahidlarni Alloh rahmatiga olsin. Mana shu masjid qurilgan. Maşallah. Allohu akbar. Allohu akbar. Yo'lga kimdir quloq soldi, kimdir quloq solmadi. Qanday bismillah. Jang qanday bo'ldi? Jang boshlanishidan avval eskamizdek duel bo'ladi. Hamma jangda duel, ya'ni yakkama-yakka jang. Avval Hamza roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu chiqadilar va ular yana bir sahoba chiqadi, ular uchalasi ham yutadi. Undan keyin jang birdan boshlanib ketadi. Jang ular 1000 kishi, bizniki 313 kishi. 313 1000 kishi, 313 kishi jang bo'lyapti. Ularda otliq bor, hamma narsa bor. Va bu jangda islomning eng yomon dushmani kim edi? Abu Jahl. Abu Jahlni bir 15 yosh, bir 17 yosh bola qatl qiladi. Allohu akbar. Lekin o'lmaydi, talajon bo'ladi. Uni boshqa bir sahoba boshini jido qilib Rasulullohdan olib kelgan paytlarda Rasululloh aytadilar. Bu, ya'ni Abu Jahl islomni fir'avn edi deydi. Alloh, la havla va la quvvata. Ya'ni rostdan islomga xuddiki fir'avn Muso alayhisalom qanchalik zulm keltirdi, islomga xuddi shunchalik zulm keltirdi degan ma'noda aytadi. Va bu jangda biz nima uchun g'olib bo'libmiz? Ko'rganimizdek, shu tog'larda tushgan farishtalarni evaziga, Alloh taoloning rahmatini evaziga va Rasulullohning duolarini evaziga. Bu duo haqida gaplashdik. Men bir mushrikni ursam yoki qilich bilan ursam, mendan oldin kimdir urgandek tuyulardi menga. Ya'ni farishtalar urayotganda hatto sahobalar sezishgan. Va eshitilayni asosan hujralardan chiqib bir siqim tuproq olib degan paytlarida bir mushrik musulmon bo'lgandan keyin kelib Rasulullohga aytib beradi: "Ya Rasululloh, biz jang qilar ekanmiz, ko'zimizga tuproq to'ldi. Alloh, ko'zimizni ocha olmay qoldik." Sababi nima edi? Rasulullohning bir siqim tuproq olib deganlari. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Alloh shu yerda o'tgan shahidlarni Alloh rahmat qilsin.